Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda ko'pchilik san'atkorlar o'zining qanchalik darajada savodsizligini, o'zining asl yuzini ko'rsatib qo'yganligi haqida Ozodbek Nazarbekovning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak. Ozodbek Nazarbekov san'atkorlarning solig'i haqida. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov san'atkorlarga solinishi kutilayotgan daromad solig'i haqida gapirib, hamma soliq to'lashini aytdi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam, dedi vazir. U bu mavzu ochilganda juda ko'p san'atkorlar savodsizligini ko'rsatib qo'yganini ta'kidladi. 21-aprel kuni O'zbek konsert binosida Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Gazeta muxbiri ishtirok etgan yig'ilishda vazir san'atkorlarga solinishi kutilayotgan soliq mavzusi haqida gapirib o'tdi. Birinchidan, u loyiha hali tasdiqlangani yo'q va umuman mana shu mavzu o'rtaga chiqqanda juda ham ko'p san'atkorlar yuzini, kimligini va savodsizligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman soliq haqida hech qanaqa bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. San'atkorlar to'layapti u soliqni hozir, to'lamayapti degan gap chiqib qoldi o'rtaga. Hattoki to'lamaymiz deb chiqishni boshladi. To'layotgan san'atkorlar o'zi to'layapti, hatto o'zining to'layotganini bilmaydi, deydi vazir. Nazarbekov hozirgi mavjud soliq turi sog'lom emas ekanini ta'kidladi. Loyiha muhokamaga sog'lom yechimini topish uchun qo'yilganini bildirdi. Shuning uchun bu yerda soliq to'laymizmi, to'lamaymizmi degan masala muhokama bo'lmasligi kerak. Hamma soliq to'laydi. Soliq to'lamaydigan odam yo'q. Bu dunyoda unaqa odam yo'q. Aravakash ham to'laydi. Hamma to'laydi. Soliq to'lamayman deyishga or qilish kerak odam. Unga qarshi kurashishga vijdon qiynalishi kerak odamda, dedi Nazarbekov. Vazir ijtimoiy va xavfsizlik bilan bog'liq xizmatlar shu soliqlar sabab amalga oshirilayotganini eslatib o'tdi. Yo'q, kechirib qo'yasan. Sen bugun tinch uxlayotganing shu soliqlar orqasidan. Bolang maktabga borayotgani soliqlar orqasidan. Bu davlat sen xotirjam uxlab, biznes qilishing, sharoit qilishing, shu yerda bola chaqangni tinch tarbiyalashing uchun ishlayapti. O'sha pullar o'sha yoqqa ketyapti. Men to'lamayman deyish uchun odamda vijdon bo'lmasligi kerak. Vijdondan voz kechish kerak, deya qayd etdi vazir. Miqdoridan, marhamat, unda muhokama qilishimiz mumkin. Hali muhokama turibdi. Uning miqdorida ehtimol qanaqadir e'tirozlar, boshqa fikrlar, o'zi hali u muhokamada turibdi. Buni muhokama qilishimiz mumkin, deya so'zini tugatdi Ozodbek Nazarbekov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1-sentyabrdan san'atkorlarning barcha xizmatlarini to'ylardan tortib konsertlargacha soliq ilovasidan majburiy ro'yxatdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Mazkur tartibni nazarda tutuvchi prezident qarori loyihasi Adliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Soliqlar bir xizmat, bir to'lov tamoyili asosida, hatto bepul xizmat ko'rsatilganda ham undirilishi mumkin. Avvalroq xonanda Jahongir Otajonov mazkur tartib yuzasidan munosabat bildirarkan, daromad solig'i to'lashga tayyor ekani, ammo shundan keyin O'zbek konsert xonandalarni tinch qo'yishi kerakligini aytgandi. Konsert yoki falonchi amaldorning to'yiga borib bering deyishmasin. Nega kimningdir to'yiga bepulga borishim kerak? Pulini bersin va solig'ini olsin, dedi u. 2025-yilning aprel oyida Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan boshlab san'atkorlarning daromadlarini deklaratsiyalash va soliqqa tortish tartibi kuchaytirilishi haqida ma'lum qilgandi. Ungacha ularga sanksiyalarsiz deklaratsiyalarni to'g'ri topshirish imkoniyati beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing,
Kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Gazeta.uz sayti.